Bugun men sizlar bilan juda muhim masalani ochiq va tushunarli qilib gaplashaman. Yangi to'lovlar nima? Ular qayerdan paydo bo'ldi? Kim to'lashi kerak? Kim to'lamasligi mumkin va eng muhimi, odamlar qaysi joyda xato qilib ortiqcha pul to'lab qo'yishi mumkin. Bu ma'lumot deyarli hammani qiziqtiradi. Uy egasini ham, ijarada yashayotgan odamni ham, tadbirkorni ham, pensionerni ham, oddiy ishchini ham. Chunki yangi to'lov deganda ko'pchilik darrov vahimaga tushadi. Endi yana nimaga pul to'laymiz? Bu majburmi? To'lamasam jarima bo'ladimi? Mening nomimga qarz yozilmayaptimi? degan savollar paydo bo'ladi. Men bu videoda masalani huquqiy, amaliy va oddiy hayotiy tomondan tushuntiraman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu kabi mavzularda birgina noto'g'ri tushuncha ham odamga ortiqcha xarajat, qarzdorlik yoki asabiy muammo olib kelishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'p to'lovlar ancha oddiy ko'rinardi. Elektr uchun alohida, gaz uchun alohida, suv uchun alohida, chiqindi uchun alohida. Soliq bo'lsa yilga bir marta yoki belgilangan muddatlarda to'lanardi. Odamlar odatda kvitansiya kelishini kutardi yoki kommunal xizmat idorasiga borib, mening qarzim qancha deb so'rardi. Ko'p holatda ma'lumotlar qog'ozda yurardi. Ayrim joylarda qarz kechikib ko'rinardi. Ayrim joylarda esa kim yashayotgandan qat'iy nazar to'lov uy egasining nomida turaverardi. Endi nima o'zgardi? Asosiy o'zgarish shundaki, to'lovlar tobora raqamlashtirilyapti. Hisob-kitoblar bazalar orqali bog'lanyapti. Mulk egasi, foydalanayotgan shaxs, xizmat ko'rsatuvchi tashkilot va davlat organlari o'rtasidagi ma'lumotlar bir-biriga ulanmoqda. Bu nimani anglatadi? Endi men bilmadim. Kvitansiya kelmadi. Uyda yashamayapman. Bu eski egasining qarzi edi degan gaplar har doim ham muammoni hal qilib bermaydi. Agar tizimda sizning nomingizga mulk, obyekt hisob raqam yoki shartnoma biriktirilgan bo'lsa, to'lov ham sizga bog'lanishi mumkin. Yangi to'lovlar deganda faqat bitta turdagi pul nazarda tutilmaydi. Bu kommunal xizmatlar bo'yicha yangicha hisoblash, chiqindi xizmatlari uchun majburiy to'lov, ko'p qavatli uylarda umumiy mulkni saqlash xarajatlari, yer va mol-mulk soliqlari, ayrim faoliyat turlari uchun yig'imlar, avtomobil, ijara, tadbirkorlik yoki elektron xizmatlar bilan bog'liq to'lovlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun men buni bitta so'z bilan yangi to'lovlar deb emas, balki yangi tartibda hisoblanayotgan majburiyatlar deb tushuntirgan bo'lardim. Asosiy masala shundaki, to'lovning nomi yangi bo'lishi mumkin, lekin uning tagida ko'pincha eski majburiyatning yangicha nazorati turadi. Masalan, chiqindi uchun avval ham to'lov bor edi, lekin ayrim odamlar to'lamay yurardi. Endi ba'zida qarz ko'rinadi, SMS keladi, mobil ilovada chiqadi yoki ma'lum xizmatlardan foydalanishda qarzdorlik eslatiladi. Yoki uy-joy bo'yicha soliq avval ham bor edi, lekin odam vaqtida tekshirmagan. Endi elektron tizimda qarz aniqroq ko'rinadi va penya hisoblanishi mumkin. Birinchi muhim narsa, har qanday to'lovning qonuniy asosi bo'lishi kerak. Ya'ni falon tashkilot aytdi. Mahallada shunday deyishyapti. Qo'shnim to'labdi degani hali siz ham to'lashingiz shart degani emas. To'lov nima uchun olinayotganini, kim belgilaganini, qaysi hujjatga asoslanganini, qaysi davr uchun hisoblanganini va aynan sizga nima sababdan biriktirilganini bilishingiz kerak. Eng avvalo uy yoki kvartira egasi bo'lgan odamlar diqqatli bo'lishi kerak. Chunki ko'p to'lovlar mulkka bog'lanadi. Agar sizning nomingizda kvartira bo'lsa, siz u yerda yashayapsizmi yoki yo'qmi? Tizimda asosiy javobgar sifatida ko'rinishingiz mumkin. Masalan, siz Toshkentda ishlaysiz, lekin viloyatda ota-onangizdan qolgan uy sizning nomingizda. Siz men u yerda yashamayman deb o'ylaysiz, lekin chiqindi yer solig'i yoki mol-mulk solig'i bo'yicha hisob-kitob sizga chiqishi mumkin. Bu yerda asosiy savol, to'lov foydalanishga bog'liqmi yoki mulkka bog'liqmi? Agar mulkka bog'liq bo'lsa, yashash-yashamaslik har doim ham majburiyatni bekor qilmaydi. Ikkinchi guruh ijarada yashayotganlar. Ko'p odamlar uy meniki emas, demak to'lov ham menga tegishli emas deb o'ylaydi. Bu har doim ham to'g'ri emas. Agar ijara shartnomasida kommunal to'lovlarni ijarachi to'laydi deb yozilgan bo'lsa, elektr, gaz, suv, internet va boshqa kundalik xarajatlar sizning zimmangizda bo'lishi mumkin. Lekin mol-mulk solig'i, yer solig'i kabi mulk egasiga bog'liq majburiyatlar odatda uy egasining ham mas'uliyatida bo'ladi. Shu sababli ijaraga kirayotganingizda oylik ijara puli ichiga nimalar kiradi degan savolni og'zaki emas, yozma tarzda kelishib olish kerak. Masalan, bir oilani olaylik. Ular oyga 3 million so'm ijara to'laydi. Uy egasi kommunal o'zinglardan deydi. Oila elektrga 1 ming, gazga 1 ming, suvga 6 ming, chiqindiga 3 ming, internetga
100 ming to'laydi. Bir oyda jami 4-30 ming so'm qo'shimcha chiqadi. Agar shartnomada bu aniq yozilmagan bo'lsa, keyin nizo chiqadi. Uy egasi men aytgandim deydi. Ijarachi bunaqa ko'p bo'lishini bilmaganman deydi. Mana shu yerda yangi to'lovlar emas, noaniq kelishuv muammo tug'diradi. 3-guruh tadbirkorlar. Tadbirkor uchun yangi to'lovlar yanada jiddiyroq. Chunki u yerda nafaqat kommunal xizmat, balki soliq, ijara, kassa, litsenziya, ruxsatnoma, ijtimoiy to'lovlar, xodimlar bo'yicha majburiyatlar ham bo'lishi mumkin. Kichik do'kon egasi, sartaroshxona, kafe, ustaxona yoki onlayn savdo qilayotgan odam men kichkina ishlayapman, menga tegishli emas deb o'ylamasligi kerak. Agar faoliyat rasmiy bo'lsa, hisob-kitob ham rasmiy yurishi kerak. Agar norasmiy bo'lsa, keyin bir kunda katta qarz yoki jarima ko'rinishi mumkin. Masalan, kichik kafeda oyga 25 million so'm aylanma bor. Egasi faqat ijara va mahsulot xarajatini hisoblaydi. Lekin chiqindi olib chiqish shartnomasi, suv sarfi, elektr quvvati, soliq rejimi, xodimlarning rasmiylashtirilishi bo'yicha majburiyatlarni chetga suradi. Bir qaraganda hammasi yurayotgandek. Lekin tekshiruv yoki tizimli solishtirish bo'lganda siz xizmatdan foydalangansiz, lekin shartnoma yo'q. Xodim ishlagan, lekin rasmiy to'lov yo'q. Obyekt noturar joy sifatida boshqa tarifda hisoblanishi kerak edi degan masalalar chiqishi mumkin. Natijada bir oyda emas, 6 oy yoki 1 yil uchun hisob-kitob keladi. 4-guruh pensionerlar, nogironligi bor shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtoj oilalar. Bu yerda odamlar ikki xil xatoga yo'l qo'yadi. Birinchisi, men pensionerman, hech narsa to'lamayman deb o'ylash. Ikkinchisi, aksincha imtiyozi bo'lsa ham bilmasdan hamma narsani to'lab yurish. Ayrim to'lovlarda imtiyoz bo'lishi mumkin. Ayrimlarda bo'lmasligi mumkin. Imtiyoz avtomatik qo'llanishi ham mumkin. Alohida ariza talab qilinishi ham mumkin. Shuning uchun mening maqomim bor deganning o'zi yetarli emas. U tegishli tizimda aks etganmi? Aynan qaysi to'lovga tatbiq qilinadi, muddatli yoki muddatsizmi, shuni tekshirish kerak. 5-guruhni sotgan yoki sotib olganlar. Bu juda ko'p uchraydigan holat. Odam kvartira sotib oladi. Keyin bir necha oy o'tib eski qarz chiqadi. Elektrdan qarz, suvdan qarz, chiqindidan qarz, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasidan qarz. Xaridor bu meniki emas, eski egasi to'lasin deydi. Tashkilot esa obyekt bo'yicha qarz bor deydi. Huquqiy jihatdan qarzning qaysi davrga tegishli ekani, shartnomalar kim nomida bo'lgani, oldi sotdi paytida qarzdorlik bo'yicha ma'lumotnoma olingan-olinmagani juda muhim. Shuning uchun uy sotib olayotganda faqat kadastrga qarash yetmaydi. Kommunal va majburiy to'lovlar bo'yicha ham nol qarz holatini tekshirish kerak. Birinchi misol, kvartira egasi chet elda ishlayapti. Uning nomida uy bor, uyda ukasi yashaydi. Elektr va gazni ukasi to'laydi. Lekin chiqindi uchun to'lov kelib turibdi. Egasi men mamlakatda emasman, nega to'layman deb e'tiroz bildiradi. Bu holatda xizmat turi muhim. Agar chiqindi to'lovi yashovchilar soniga qarab hisoblangan bo'lsa, uyda amalda kim yashayotgani bo'yicha ma'lumotni yangilash kerak. Agar mulkka yoki ro'yxatdagi shaxslarga qarab hisoblangan bo'lsa, ro'yxatdagi odamlarni tekshirtirish kerak. Eng to'g'ri yo'l. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilib, hisoblash asosini yozma so'rash va zarur bo'lsa, yashovchilar tarkibi bo'yicha ma'lumot taqdim etish. Ikkinchi misol, hovli uyda hech kim yashamaydi. Egasiligiga 1-2 marta boradi. Shunga qaramay yer solig'i va mol-mulk solig'i chiqadi. Bu odatiy holat, chunki bu soliqlar foydalanishga emas, mulkka egalikka bog'liq. Siz uyda yashamasangiz ham, yer va bino sizning nomingizda turgani uchun soliq majburiyati saqlanadi. Lekin kommunal xizmatlar bo'yicha, masalan suv yoki gaz hisoblagich bo'lsa va sarf nol bo'lsa, to'lov boshqacha bo'lishi mumkin. Demak, har bir to'lovni alohida tahlil qilish kerak. 3-misol, yosh oila yangi qurilgan ko'p qavatli uyga ko'chib kiradi. Ular ipoteka to'laydi, kommunal to'laydi. Endi yana boshqaruv kompaniyasi umumiy hududni saqlash uchun oyiga 5 ming so'm so'rayapti. Oila bu yangi to'lovmi nega kerak deb so'raydi. Ko'p qavatli uylarda lift, yo'lak, tom, yerto'la, tashqi yoritish, hovli tozalash, qo'riqlash yoki texnik xizmatlar umumiy mulk hisoblanadi. Bu xarajatlar faqat bir xonadonning emas, hamma xonadonlarning manfaatiga xizmat qiladi. Lekin bu to'lov ham shaffof bo'lishi kerak. Tarif qanday belgilangan, shartnoma bormi? Xizmatlar ro'yxati qanday? Oyga qancha pul yig'ilyapti? Nimaga sarflanyapti? Agar boshqaruv kompaniyasi pul so'rasa-yu, hisobot bermasa, bu alohida muammo. 4-misol, odam avtomobilni sotgan, lekin yangi egasi rasmiylashtirishni kechiktirgan. Jarima yoki boshqa to'lov eski egaga keladi.
Bu yerda ham asosiy qoida bitta. Tizimda kim egasi bo'lib ko'rinsa, majburiyat ko'pincha o'sha odamga keladi. Shuning uchun har qanday oldi sotdida keyin qilamiz degan gap xavfli. Rasmiylashtirish tugamaguncha siz hujjatda javobgar bo'lib qolishingiz mumkin. 5-misol, kichik do'kon egasi chiqindi uchun maishiy tarafda to'lab yurgan, lekin do'kon aslida tijorat obyektidir. Keyin tashkilot kelib, sizga yurdik yoki tadbirkorlik tarifi qo'llanishi kerak edi deb qayta hisob kitob qiladi. Bu holatda tadbirkor norozi bo'lishi mumkin, lekin obyektning maqomi, faoliyat turi va shartnoma shartlari muhim. Shuning uchun biznes boshlaganda kommunal xizmatlarga oddiy uy sifatida qarash katta xato. Tijorat obyektida tarif, shartnoma va javobgarlik boshqacha bo'lishi mumkin. Endi eng muhim nozik joylarga o'taman. Birinchi nozik jihat. To'lov bor degani har doim to'g'ri hisoblangan degani emas. Tizimlarda ham xato bo'lishi mumkin. Yashovchilar soni noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Eski qarz yangi egaga noto'g'ri o'tkazilgan bo'lishi mumkin. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri olingan bo'lishi mumkin. Imtiyoz qo'llanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun men har doim aytaman. To'lovni ko'rdingizmi? Avval vahma qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Hisoblash asosini tekshiring. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki gapga ishonib pul to'lamang. Aka, shunaqa bo'ldi. Hamma to'layapti. Opa, bugun to'lamasangiz ertaga jarima bo'ladi degan gaplar hujjat o'rnini bosmaydi. Sizda kvitansiya, shartnoma, qarzdorlik ma'lumotnomasi, tarif qarori yoki rasmiy bildirishnoma bo'lishi kerak. Ayniqsa katta summa bo'lsa, albatta yozma asos so'rang. Rasmiy asos so'rash janjal qilish degani emas, bu oddiy moliyaviy intizom. Uchinchi nozik jihat, qarz davrini tekshirish. Masalan, sizga 1 million so'm qarz chiqdi. Darrov men qarzdorman deb to'lab yubormang. Qaysi oylar uchun, qaysi manzil uchun, qaysi shartnoma bo'yicha, hisoblagich ko'rsatkichlari qaysi sanadan qaysi sanagacha. Agar qarzsiz uy egasi bo'lishingizdan oldingi davrga tegishli bo'lsa, bu masalani alohida ko'rib chiqish kerak. Agar qarz sizning davringizga tegishli bo'lsa, unda sababini aniqlab, to'lov yoki qayta hisob-kitob masalasini hal qilasiz. 4-nozik jihat, imtiyoz avtomatik tushmasligi mumkin. Masalan, nogironligi bor shaxs, urush qatnashchisi, yolg'iz pensioner yoki ijtimoiy reyestrdagi oila ayrim yo'nalishlarda yengillikka ega bo'lishi mumkin. Lekin baza yangilanmagan bo'lsa, tizim sizni oddiy to'lovchi sifatida hisoblaydi. Bunday holatda davlat bilishi kerak edi deb kutib o'tirmasdan o'zingiz murojaat qiling. Pasport yoki ID karta, imtiyozni tasdiqlovchi hujjat, mulk hujjati, yashash manzili bo'yicha ma'lumot va arza kerak bo'lishi mumkin. 5-nozik jihat, hisoblagich masalasi. Elektr, gaz, suv bo'yicha eng ko'p nizolar hisoblagich ko'rsatkichidan chiqadi. Ko'rsatkich vaqtida berilmagan, noto'g'ri yozilgan, hisoblagich nosoz bo'lgan yoki plombaga zarar yetgan bo'lsa, hisob-kitob o'rtacha sarf, normativ yoki qayta hisob asosida chiqishi mumkin. Bu esa oddiy oylik to'lovdan ancha katta bo'lishi mumkin. Masalan, odatda oyiga 80 ming so'm suv to'laydigan xonadonga bir kuni 6 ming so'm chiqib qoladi. Sababi ko'rsatkich bir necha oy berilmagan yoki eski ko'rsatkich bilan yangi ko'rsatkich orasida katta farq yig'ilgan bo'lishi mumkin. 6-nozik jihat, penya va kechiktirish. Ayrim to'lovlarda muddat o'tsa penya hisoblanadi. Penya kichik o'rinadi, lekin vaqt o'tishi bilan asosiy qarzga qo'shilib boradi. Masalan, 300 ming so'm qarzni keyingi oy to'layman deb 6 oyga cho'zsangiz, ustiga penya, ogohlantirish, xizmat cheklovi yoki boshqa noqulayliklar kelishi mumkin. Eng yomon tomoni, odam qarzni kichik paytida emas, kattalashganda ko'radi. 7-nozik jihat, bir xil nomdagi to'lov turli joyda turlicha qo'llanishi mumkin. Masalan, chiqindi to'lov shaharda boshqa tartibda, qishloqda boshqa tartibda, xonadon uchun boshqa, tadbirkorlik obyekti uchun boshqa bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli uyda umumiy xizmat to'lovi maydonga qarab hisoblanishi mumkin. Hovlida esa bunday to'lov umuman bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun internetda kimdir men 20 ming to'layapman desa, bu siz ham aynan 20 ming to'lashingiz kerak degani emas. Endi nima qilish kerak? Men sizga aniq tartibni aytaman. Birinchi qadam, barcha to'lovlaringiz ro'yxatini tuzing. Elektr, gaz, sovuq suv, issiq suv bo'lsa issiq suv, chiqindi, internet boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat, mol-mulk solig'i, yer solig'i, ijara bilan bog'liq xarajatlar, tadbirkorlik bo'lsa soliq va shartnomaviy to'lovlar. Har birining yoniga kim nomida, qaysi manzilga bog'langan, oylikmi yoki yillikmi, qarz bormi deb yozing. Ikkinchi qadam, rasmiy manbadan tekshiring. Mobil ilovalar, davlat xizmatlari portallari
soliq organlarining elektron xizmatlari, kommunal tashkilotlarning shaxsiy kabinetlari yoki bevosita xizmat ko'rsatuvchi idora orqali qarzdorlikni tekshiring. Qo'shni aytgani Telegramdagi xabar yoki kassirning og'zaki gapi yetarli emas. Rasmiy tizimdan ko'ring yoki yozma ma'lumot oling. 3-qadam hujjatlarni tartibga keltiring. Uy uchun kadastr hujjati, oldi-sotdi shartnomasi, ijara shartnomasi, pasport yoki ID karta, STIR yoki JSA shir hisoblagich pasporti, oxirgi to'lov cheklaringiz, imtiyoz hujjatlari, yashovchilar sonini tasdiqlovchi ma'lumotlar kerak bo'lishi mumkin. Agar tadbirkor bo'lsangiz, ro'yxatdan o'tganlik hujjati, ijara shartnomasi, obyekt manzili, faoliyat turi, soliq rejimi va xizmat ko'rsatish shartnomalarini alohida papkada saqlang. 4-qadam, tushunarsiz to'lov bo'lsa, yozma murojaat qiling. Murojaatda shunday mazmunda yozish mumkin: mening nomimga yoki manzilimga hisoblangan to'lovning huquqiy asosi, hisoblash davri, tarif miqdori, qarzdorlik sharhlanish sababi va qayta hisob-kitob qilish imkoniyati haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Mana shu oddiy jumla sizga juda ko'p yordam beradi. Chunki tashkilot og'zaki emas, hujjat bilan javob berish kerak bo'ladi. 5-qadam, noto'g'ri hisob bo'lsa, dalil bilan e'tiroz bildiring. Men roza emasman degan gapning o'zi yetmaydi. Sizda chek, hisoblagich rasmi, shartnoma sitasi, kadastr ko'chirmasi, oldi-sotdi sanasi, yashamaganlikni tasdiqlovchi hujjat yoki imtiyoz hujjati bo'lsa, e'tirozingiz kuchli bo'ladi. Masalan, siz kvartirani 20 marta sotib olgansiz, lekin sizga yanvar va fevral uchun qarz qo'shilgan. Bu holatda oldi-sotdi shartnomasi sanasi asosiy dalil bo'ladi. 6-qadam, to'lov qilganda chekni saqlang. Bugun hamma narsa elektron bo'lsa ham, chek yo'qolmasligi kerak. Telefon almashtirasiz, ilova o'chadi, SMS ketadi, lekin nizo chiqqanda to'lov dalili kerak bo'ladi. Elektron chekni rasm qilib saqlang. PDF qilib yuklab oling yoki kamida to'lov sanasi, summa, hisob raqam va xizmat nomi ko'rinadigan shaklda arxiv qiling. 7-qadam, ijarada yashasangiz, kelishuvni yozma qiling. Shartnomada ijara summasi, kommunal to'lovlar kim tomonidan to'lanishi, hisoblagichning boshlang'ich ko'rsatkichlari, chiqindi va internet kabi qo'shimcha xarajatlar, ta'mirlash xarajatlari va qarzdorlik bo'yicha javobgarlik ko'rsatilishi kerak. Uyga kirgan kuni elektr, gaz, suv ko'rsatkichlarini suratga oling. Bu juda oddiy ish, lekin keyin katta nizolarning oldini oladi. 8-qadam, uy sotib olayotganda shoshilmang. Kadastr toza bo'lishi yetarli emas. Elektr, gaz, suv, chiqindi, boshqaruv kompaniyasi, soliq bo'yicha qarzdorlikni tekshiring. Iloji bo'lsa, sotuvchi bilan oldi-sotdi shartnomasida sotuv sanasigacha bo'lgan barcha qarzdorlik sotuvchi zimmasida degan mazmundagi band bo'lishiga e'tibor bering. Bu keyingi tortishuvlarda sizni himoya qiladi. 9-qadam, tadbirkor bo'lsangiz, obyekt maqomini aniqlang. Uy-joy sifatida turgan joyda biznes qilayotgan bo'lsangiz, tarif va ruxsat masalalarini albatta tekshiring. Noturar joy, savdo obyekti, ovqatlanish joyi, xizmat ko'rsatish shoxobchasi uchun alohida shartlar bo'lishi mumkin. Kichik biznesda eng katta xato hisob-kitobni keyin ko'ramiz deb yurishdir. Keyin qarz ham, jarima ham birdan keladi. 10-qadam, imtiyozingiz bo'lsa, uni tekshirtiring. Tegishli tashkilotga borib yoki elektron tarzda murojaat qilib, imtiyozingiz qaysi to'lovlar tatbiq etilishini aniqlang. Menga chegirma qilishlari kerak deb umumiy aytmang. Aniq so'rang, mol-mulk solig'igami, yer solig'igami, kommunal xizmatgami, chiqindi to'lovigami, boshqaruv kompaniyasi xarajatigami? Har birining tartibi alohida bo'lishi mumkin. Yana bir muhim maslahat, qarz chiqqanda darrov noqonuniy deb o'ylamang, lekin darrov to'g'ri deb ham qabul qilmang. Men mutaxassis sifatida eng to'g'ri yondashuvni shunday ko'raman. Avval hujjat, keyin hisob-kitob, keyin dalil, keyin to'lov yoki e'tiroz. Mana shu tartib odamni o'rtacha xarajatdan ham, keraksiz janjaldan ham saqlaydi. Agar sizga katta summa chiqsa, uni bo'lib to'lash imkoniyati bor yo'qligini so'rang. Ayrim tashkilotlar qarzni qismlarga bo'lib to'lash bo'yicha kelishuv qilishi mumkin. Lekin buning uchun yashirinib yurmaslik kerak. Murojaat qiling, holatingizni tushuntiring, yozma kelishuv qiling. Eng yomon yo'l bu xabarlarni o'qimaslik, telefonni ko'tarmaslik va o'zi yo'qolib ketar deb kutish. Qarzdorlik odatda yo'qolib ketmaydi, aksincha kattalashadi. Demak, yangi to'lovlar deganda eng avvalo vahima emas, tekshiruv kerak. To'lovning nomi, asosi, davri, summasi, kimga bog'langani va qanday hisoblangani aniq bo'lishi shart. Uy egasi bo'lsangiz, mulkka bog'liq majburiyatlarni tekshiring. Ijarachi bo'lsangiz, shartnomani aniq qiling. Tadbirkor bo'lsangiz,
obyekt va faoliyat bo'yicha tarif hamda soliqlarni nazorat qiling. Imtiyozingiz bo'lsa, u amalda qo'llanyaptimi yoki yo'qmi? Albatta aniqlang. Men sizlarga shuni maslahat beraman. Bugun o'z kommunal to'lovlaringizni, soliq qarzdorligingizni, uy yoki obyekt bo'yicha majburiyatlaringizni tekshirib chiqing. Tushunarsiz summa ko'rsangiz, yozma asos so'rang. To'g'ri hisob bo'lsa, dalillar bilan qayta hisob-kitob talab qiling. Cheklarni saqlang, shartnomalarni yozma qiling. Og'zaki gap bilan katta moliyaviy masalani hal qilmang. Sizning fikringiz men uchun muhim. Sizga ham yangi to'lov yoki tushunarsiz qarzdorlik chiqqanmi? Qaysi tashkilotdan, qaysi xizmat bo'yicha va qanday hal qilgansiz? Izohlarda yozib qoldiring, boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot har bir xonadon, har bir oila va har bir tadbirkorga kerak bo'lishi mumkin.